Xudo xolasa kelajakda inshaalloh o'zbekistonlik ustakalarimiz ham ishlab chiqarish bo'yicha Xitoydan o'tib ketadi. Ko'rib turibsizlar, O'zbekistonda yangilik, yangicha Lego apalovka. Qadrdonlar, bir komplekt apalovka olib turib, siz 6 xil funksiyada ishlatishingiz mumkin. Birinchisi fundament qo'yishingiz mumkin, ikkinchisi kolonna, uchinchisi regel, to'rtinchisi monolit qadrdonlar. Undan tashqari uylarda burchaga mana bu ikkitasini bitta qilib turib qo'yishingiz mumkin. Oltinchisi esa hovuz qo'yishlari mumkin ekan. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan yangilik yoqqan bo'lsa, bittadan laykni bosib, qurilish qilyapti turgan arendachi akalarimizga, dom quryapti turgan akalarimizga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Manzil Farg'ona bo'yida Dehqonobod Kominterndan bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, akalarimiz o'zlarida hamma uskunalari bor. Bundan tashqari qurilishga qanaqangi anjom kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor ekan. Ya'ni apalovkalar 27 santimetrdan 1 metrgacha bo'lgan apalovkalar, monolit kuygani, finskiy faneralar, monolitli stoykalar va albatta leysa, betonomeshalka, arava hammasidan bor. Ya'ni bitta joyga kelasiz, xudo xolasa ishingiz bitib ketadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqsangiz sizlarga lokatsiya ham tashlab berishaveradi. Xohlasangiz bu yerdan alohida sotib olishingiz mumkin. Masalan, menga faqat beton kuyaman, apalovka kerak deganlarga oddiy chempion apalovkalar ham bor. Men stoyka kuyaman, ya'ni kolonna kuyaman deganlarga mana alohida kolonnalari ham bor ekan. Bundan tashqari akalarimizda mana ko'rib turibsizlar, karetalar, ya'ni loy karetalar bor. Har xil razmerlarda. Leysalar, xohlasangiz O'zbekistonniki, xohlasangiz Xitoyda Nerjavika leysalari ham bor ekan. Betonomeshalkalarga keladigan bo'lsak, Made in Komintern, Made in Xitoy. Ikkalasidan ham bor. Ma'qul kelganini olib ketaverasizlar. Aravalarni ham ko'rsatib qo'yasiz qadrdonlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, biz esa hozir narx-navoni yoritib beramiz. Albatta kanalimizda like bosmaganlar bittadan like bosib, kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib qo'ysalar, har kuni shunaqa odamlarga manfaat tegadigan videolar chiqarib boramiz. Sizlarga ham albatta foydasi tegib qolishi mumkin. Like bosgan bo'lsalar, hozir esa Hasanboy ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Kelinglar. Aka, yaxshimisiz? Tog'layapsiz. Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xalq xizmatidan aka. Sizdan yaxshimi? Xudo xolasa yangiliklarni zo'rini qilib qo'yibsizlar aka. Xudo xolasa aka. Hozir kunda bilsangiz shunaqangi erkerli uylar ham juda moda bo'lyapti. Yana o'sha urfga kiryapti. Xohlasa shunaqalarni ham graduslarni ham tayyorlab beraverasizlar aka. Tayyorlab beraveramiz aka. Graduslar. Bu o'sha aka bitta o'q bilan 6 ta quyondiradigan apalovkami? Shundaymi aka? Xuddi shu. Ya'ni Lego apalovkami. Lego apalovka. Balandligi necha? Aka, buni balandligi 80. 80 santimetr, ha. Tiklanganda ikkala yoni qancha bo'ladi uzunligi? Xo'p, aka 40-38 qilib beraveramiz. Umumiy uzunligi aka 18 metr bo'ladi. 18 metr, ikkita burchaga qo'shib beriladi aka. Qo'shib beriladi aka. Bu boltiga siyomnigi hamma yo'q ichida. Hamma narsasi ichida aka. Xo'sh, mana shu bir komplekt menda aka. Aha, mana shu holatda turishi bir komplekt. Bir komplekt. Qancha qilib berilyapti mana shularni? Aka, buni oxirgi narxi 11,5 qilib beramiz. Ya'ni kelishtirib beramiz sizlarni. Obunachilar orqali kelsa. 11,5 million so'm, ozgina kami bor. Mana bularni alohida hisoblanadi aka. Razmeriga qarab chiqarib berasiz. Razmeriga qarab to'g'rilab beraveramiz. To'g'rilab berilaveradi ekan. Qoyil. Bu yerda o'sha 27 santimetrdan 1 metrgacha bo'lgan apalovkalar bor aka. Hammasi yangilisdan kesilgan, ya'ni lazerda kesilgan, gipda bukilgan. Sifati zo'ridan bo'ladi, shundaymi aka? Xuddi shunaqa. Xo'sh, mana bunisi o'sha tiklangan holat, shundaymi aka? Tiklangan holat aka bu. Ya'ni fundament, kolonna, regel, monolit, hattoki burchaklarga mana shuni o'zini ishlatsa ham bo'laveradi. Bo'ladi. Bundan tashqari vohalarga kelamiz, ko'proq yig'ib turib hovuz ham kushyapti aka. Shunga qarab ham chiqarib berilaveradi. Chiqarib beraveradi. Xo'sh, bitta stanoqlar ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi aka? Bo'ladi. Xo'sh, bu yerga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, hammasi o'sha zamonaviy Xitoydan keltirilgan stanoklar. Bu stanogimiz nima vazifani bajaradi aka? Aka, bu asosan turba bilan ishlaydigan stanogimiz. Aha. Bunga turli xil peshklar o'yish uchun, gullar o'yish uchun ishlatiladi. Ya'ni o'sha monolitli stoyka, lesa petsalar mana shundan chiqyapti. Shundaymi aka? Monolitli stoyka. Xuddi shunaqa. Ha, chunki bunda razmeri chotki bo'lib, bir xil zakonni chiqardi. Xo'sh, keyingi stanogimiz bu ham xuddi o'shanaqa ekan, ikkinchisi ekan. Bu qanaqangi stanok aka? Bu lazer apparatimiz aka. Lazer apparat. Ya'ni barcha apalovkalarimiz xuddi mana shundan kesish orqali chiqadi. Ha, lazerdan chiqadi. Ya'ni burchaklari hamma yo'q kesiklari zo'r bo'lib chiqadi. Xuddi mana shu holat. Bu lazerdan keyin mana bu stanok o'tadi aka. Bu gipda ya'ni bukishlar xuddi mana shu orqali bukiladi mana. Mana shu chiqqan holat. Bukilishdan ko'rib turibsizlar, chotki kesilgan, chotki bukilgan. Bunda quyilgan beton ham, ya'ni fundament ham juda ham silliq chiqadi. Aslida tekis gradusi zo'r bo'lib chiqadi. Undan keyingi jarayon bu yoq o'sha svarka ishlari ekan aka. Ya'ni mana bu tomonda o'sha apalovka yig'ilyapti, narigi tomonda leysalar, u tomonda esa monolitli stoykalar kraska qilinyapti. Xo'sh, aka, bularimizni masalan 27 santimetrligimiz qanchadan boshlanadi apalovkamiz? 27 santimetrimiz aka sesmalarimiz 3 million so'mdan boshlanadi. 3 million so'mdan. Ya'ni polni komplekt. Shuni olib boradi, ishlatadi. Shundaymi aka? 30 ligicha. Xo'p, aka 30 ligimiz bor. Bu 3 million 400 ming so'mdan boshlanadi. 3 million 400 ming so'mdan. Ha. Bularimiz nechilik usta aka? Bular aka 40 ligimiz. 40 lik, ha. Xo'p, 40 liga 6 million 200 ming so'mdan boshlanadi narxi. 6 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Mana bularimiz usta aka? Xo'sh, aka bularimiz 50 lik. Buni narxi asosan
7 milliondan boshlanadi. 7 milliondan boshlanadi. Boshlanadi. Xo'sh, 60ligichi usta aka xuddi shuni. Xuddi buni 60ligi chiqadi aka, 8 milliondan boshlanadi. 8 million so'mdan boshlanadi. Albatta kami bor aka. Kami bor, kelishib. Mana bu o'shalik ko'rsatganimiz, shundaymi usta? Aha, Yig'ib qo'yganimiz. Bularimiz-chi? Xo'p, 1 metrligimiz aka 13,5 million so'm chiqadi. 13,5 million so'm, Ya'ni- hali chempion ekan-a bu Lego bas. Legosi ham, chempioni ham xuddi shu narxda bo'ladi. Narxi bir xil bo'ladi. Narxi bir xil Ye, bo'ladi. qoyil. Значит, Lego bilan chempionni narxi o'sha tenglashibdi. Qoyil lekin. Aka, masalan, bularni endi kimlar oladi endi asosan? Buni asosan ijaraga beruvchilar, Ha, dom quruvchilarimiz. Dom quruvchilar. Ya'ni dom quruvchilarda domlar endi yana ham mustahkam, yana ham tez ko'tariladi. Endi Xitoydan chaqirtirish kerak yo'q. Mana tayyor apolovka qadrdonlar, bunda mana ko'rib tursa, monolitni stokalar terib ham monolit yusalangan bo'laveradi. Aka, buni balkalari ham sotiladimi? Balkalarimiz ham sotiladi aka. Necha uni uzunligi? Hop, balkamizdagi uzunligi 3 metr bo'ladi. Ha. Summalarimiz hozirgi holatdagi summasi 345 ming so'm. 340 kelishtirib beramiz. 345 ming so'mdan albatta kami bor. Xolasin apolovkadan monolit kuz. Xolasin finskiy fanera ham bor ekan, aka sizlarda. Faneramiz bor aka. Asobiy o'sha monolit kuygan ishlab chiqarilgan. Shundaymi usta aka? Xudodan ishlanadi. Bular razmeri nechaga necha? Xo'sh, buni razmeri aka 12 mm ga bo'ladi, 244 bo'ladi. 244. 244 ga bunaqasi-chi? 122 bo'ladi. 122 narxi. Xo'p, bularimiz narxi aka 445 mingdan boshlanadi. 440 donasi? Donasi. Bir donasi. Xolosa Donasi. katta razmerda ham bor ekan, aka. Bor aka Katta razmerda ham bor ekan. Tushunarli. Qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar, apolovka bemeyor, kelaverasizlar, tayyorlari bor. Shuni telefon qilsalar, xudo xolasa yetkazdirib berishaveradi ekan. Aka, 63lik chempion bormi? Mana bu yerda bor ekan, mana. O'zi topib oldim, mana 63 santimetrlik chempion apolovkamiz. Ko'rib turibsizlar, bu o'sha 2024-23 da juda ham trendga chiqqan. Aka, bunimizni narxi qancha qilib berilyapti? Aka, buni narxi 8 milliondan boshlanadi. 8 million so'mdan boshlanadi. Har xil variantlari bor aka. Bor. Har xil variantlari bor ekan. Ya'ni listlarimizni qalinligiga qarab, ya'ni 2, 2,5, 2,8 tinkali. Ha, lista qalinligiga qarab. Qalinligiga qarab, summalarda ozgina o'zgarishlar bo'ladi. Tushunarli. Mana bularimiz-chi 1 metrli shekilli aka bular. Bular 1 metrlimiz aka. Xo'y, buni asosan ya'ni gavdasi katta bo'lganligi hisobiga, o'lchami kattaligi hisobiga aka. Faqat buni ishlab chiqaramiz 2,5 208 qalinlikdagi listlarimizdan. Listlar, ha, narxi. Buni aka narximiz xo'p 2,5 qalinlikdagi listimizdan chiqadi, narxi 13,5 million so'm. Aha. 208 bo'ladi, ya'ni 208 dan oshiqroq bo'ladi. Buni narxi 14 million so'm. 14 million so'mdan. Ha. Bir kamlik. 60 lik Legoni qancha dedingiz aka? Xo'p, 60 lik Legomiz aka ikkilik listimizdan chiqaydigani 8 million so'm. Yana ketadi narxi aka 2,5 ligimiz 8,5 million so'm. 208 ligimiz 9 million so'm chiqadi. 9 million so'm. Obunachilaringga qo'ldan kelgancha kelishtirib. Kamaytirib beradi. Sotuvda bor aka o'sha Bor aka, bu omborimizda ham bor, sotuvimizda ham, nimamizda ham bor, ishlab chiqarishimizda ham bor. Tushunarli. Bunimiz aka zina apolovkami? Zina apolovkamiz aka bu 7 pog'onalisi. 7 ta pog'onalisi. 7 ta pog'onalisi. Xolos o'rtasida bo'lib ham ishlataveradi ekan. Bo'ladi aka. Ya'ni ko'tarib yurish uchun qulay bo'lgan, ya'ni o'sha ijarachilarga ham qulay bo'lganligidan. Narxi ustaga? Narxlarimiz aka 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'mdan mana shu holati. Xuddi mana shu holat. Aka, endi bular dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkasini aka imkon darajasida kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Mana bu yerda monolitli stokalar bor ekan. Aka, 4 xil razmerda bor monolitli stokalarimiz? 3 xil razmerda stokalarimiz bor. 3 xil razmerda bor. Hop. 2,5 metrligimiz, 3,7ligi, 4,5 metrligimiz bor aka. Narxlari aka? Narxlarimiz aka 175 ming so'm, 195 ming so'm, 235 ming so'm. 235 ming so'm. Ha, tushunarli. Lensalarimiz aka? Lensalarimiz aka, hop, o'zimizda vodiy standartimiz bor aka. Ha, 90 torlik a? Aha, 620 ming so'mdan. Xo'sh, Xitoy lensalarimiz bor aka, 750 ming so'mdan. Aka, buni 1 metrligimiz bor. Ya'ni 530 ming so'm. 530. Ikkalasi bir-biriga tushadi, bemalol qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Bemalol qo'shib ishlatsa bo'laveradi. Qo'shib ishlatsa bo'laveradi. Ya'ni bu narsa hozir 620 ming so'm, 520 ming so'm deyilyapti, paddoni bilan birga. Xohlasangiz bez paddon ham olishingiz mumkin. Qancha minus bo'ladi bez paddon usta aka? Aka, summalarni gaplashaveramiz. Paddon solishadigan bo'lsa. Aha, cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi aka. Yetkazib beramiz. Yetkazib berilaveradi. Xo'sh, kolonnani o'zini so'raganlarga mana 40 ga 40 kolonnalarimiz bor ekan. Aka, bularimizni metri qanchadan berilyapti? Xo'p, aka, buni metri 1 metrligimiz bor. 1 million 200 ming so'm. Aha. O 2 metrligimiz bor aka, 2 million 200, 3 metrligimiz bor, 3 million 300 ming qilib beramiz. Kami bor albatta. Kami bor, Kami bor. Karetalarimiz aka? Karetalarimiz aka, hop, standart 550 ming so'm. Standart 550 ming so'm, 650 ming so'm, 750 ming so'm. Aha. Bunisi kichkinasichi? Ro'zg'or bopi. 380 ming so'm ro'zg'or bopi. Laboga tushadigan 500 ga qancha dedik? 550 ming. 550 ming so'm kami bor.
2 ga 1.45ligi bor ekan. 600 ni qancha dedingiz? 650 ming. 650 ming so'm. Undan tashqari ohak idish ham bor ekan aka. Bor Ohak aka. yutgani mana tayyor ohak idishlari ham bor ekan. Xo'sh, betonameshalkalarga keladigan bo'lsak, bu yerda xolasini Xitoyniki aka, xolasini O'zbekistonnikidan bor ekan. Bularimiz necha kubali bo'ladi? Xo'p. 200 litrli 200 litrli. Narxchi? Narximiz aka 2 million 800 ming. 2 million 800 ming so'm. Garantiyalar beriladimi aka? Beriladi aka, tekshirib, qo'ldan kelgancha tekshirib beramiz. Ha, past o'kam ishlayveradi aka. Ishlaydi aka. 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming. Xo'sh, betonameshalka. Mana bu rulli varianti ekan aka. Bu rulli variantimiz aka. Ha. Xo'sh, bunimiz 4 million 300 ming. 4 million 300 ming so'm. 0.25 kuba, ikkala tomoni ham to'kadi. 0.25 kuba. Xo'sh, ruchkali variantchi aka. Ruchkali variantimiz aka 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 ming so'm, yangi motor qo'yilgan, xudo xolasa ishlashlari zo'r aka. Xo'sh, yana qanaqalari bor? Xo'sh, mana bu aravalarimiz aka. Aravalarimiz aka kelishtirib beramiz. Xudo xolosa 450 ming so'mdan. 450 ming so'mdan mashina balon. Mashina bor. Skuter balonchi. Aka summalarimiz bir xil. Ha, kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Ko'proq 10 ton to'lamasa 400 dan ham beraverasizlar. Xudo xolosa kelishtirib Kelishtirib beriladi. Qoyil, zo'r. Aka, kolokonchigimiz qancha berilyapti? Aka kolokonchigimiz yana katta dom quruvchilarimiz uchun olib kelib qo'yganmiz. Bular asosan 6 million so'm summasini kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Bu nima aka? 1 kubalimi bu? 1 kubali aka. 1 kubal. Ya'ni sizlarda o'sha 0.500 dan bu yog'i 2 kubagacha yasab beraverasizlar aka. Yasab beraveramiz. Razmeriga qarab. Tushunarli. Xo'sh, qadrdonlar, menimcha usta aka hamma ma'lumotni berdik a. Qanaqadir savollar bo'lsa, ekranda siz nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz. Nomerlarimizni qo'yib qo'yasiz. Bemalol aloqaga chiqsa, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Bizning kanaldan chiqqanlarga bonuslari bonuslarni qilib beramiz aka. Xudo xolasa 3 komplet Apalovka olgan mijozimizga hech qanaqangi summalarda o'zgarishsiz arava qo'shib beramiz. Bizdan sovg'a. Yana qo'shimcha bonuslarimiz ham bor. Yana kelishtiriladi. Yana kelishtirilamiz. Bonuslarni ham qilib beramiz. Qoyil, zo'r. Qadrdonlar, dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Manzilda yana bir marta eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod kommunteridan bo'lyapti. Mana o'sha akalarimiz mehnatini qadrlab, bittadan like bosib, dom kotej quryapti. Undan tashqari arenda biznesi bilan shug'ullanayotib turgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Like bosamiz, like bosgan qo'llaring muborak, Abdulloh tushmasin.